Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Mana Taliban Islom Imarati degan hukumatniki bir necha kundan beri dunyoda g'ulu bo'layotgan yangidan chiqargan qonun ekan. Bu butun dunyoda tarjima qilinib har xil tillarda hammamiz degandek voqif bo'ldik. Bu yerda bu insonlarni, fuqarolarni o'zining xalqini bu yerda 4 darajaga bo'libdi. Birinchi darajadagilar ulamolarkin, ulamo, diniy odamlar ekan, olim, molla degandek kishilar ekan. Bu birinchi darajalik odamlar bo'ldi ekan. Ikkinchi darajaliki puldor, boy, nopozlik, inovatlik bunday kishilar ekan. Uchinchi darajaliki hunarmand, setiqchi, hukumat xodimlari degandek odamlar ekan. To'rtinchi darajaliki kambag'al, puli yo'q, yetim yesir, beqar fuqaro ekan. Mana eng tuvan darajadagi bechoralar ekan. Buni endi qanday tushunamiz? Bunda avval boshqa bir qabilalar yashaydigan Afrikadek bunday yerlarda ibtidoiy odamlar yashaydigan shunday jamiyatlar bo'lgan bo'lsa, ular shunday to'g'ri tushunadi. Bu endi islom imarati deb yo'g'on bir qalpoqni kiyib, yo'g'on bir tojni kiyib olgan yerda bo'layotgan avval bu. Bu endi bundan nari islom to'g'ri keldi buni bilmadik. Ya biror hikmatlik kitobda shunday yozig'liqmi? Yoki nima buni bilmadik. Ayralloh bilan qarovatimiz. Qanchinchi asrda yashayapmiz hozir? Hozir odamlarni darajaga bo'ladigan zamonmi bu? Odamlarni ming yil burungi podshohlik davridagidek darajalarga bo'lib yashaydigan, shunday qiladigan zamonmi hozir? Hozir butun insonlar butun davlatlarda irq ayirmay, daraja ayirmay yashayotdi. Ashunga akilyotdi davlatlar, shunday tangshyotdi xalqlarni. Ameliq boy kambag'al bo'lamdi, ya hukumat xodim bo'lamdi, qonunga xiloflik qilsa jazolanadi. Qonun orqali boshqarilyotdi ko'pincha davlatlar. Ashunday tuzumga ketib bordi. Butun davlatlar qonun orqali boshqarilyotdi. Burunqidek undaylik semizni o'riqni yeydigan, boylar kambag'alni ezdigan, huquqdorlar oddiy fuqaroni bo'zga ketadigan, anda burunqi zamondan qolgan ishlar o'ngishlayotdi hozir. Nurg'un davlatlarda o'ngishilib ketdi. Endi bu Taliban hukumatiniki keyinga qarab mang'ini intayin afsuslanarli. Bu endi islomniki qaysi shariatga to'g'ri keladi, buni bilamadik. Shariatda bundaq bir avvaldan bog'liqi ko'pinchimizga ma'lum emas. Bundaq bir narsa yo'q. Shar'iy qonunda bu yerda nima ayirmaydi? Irq ayirmaydi, boy kambag'al ayirmaydi. Qonunga xiloflik qilsa jazolaydi deb shunday bilamiz endi. Bu shariat bilan Taliban o'zining shariati bilan boshqarayotgan chig'i va natija bu vatandoshlar. Andilik dinni destek qilib, din orqali hukumat qurib, din orqali boshqarib qildim deganniki natijasi mana ko'rinyapti. Mana real dunyomizda. Bundan boshqa bir tuzukroq bir nimani ko'rsatib beqilma bizga. Din orqali boshqarilgan, dindarlar boshqargan bir hukumatning adolatlik bir hukumatni insonlar adil bir qonun ostida yashagan, hech kimga zulm qilmagan, boy kambag'al ayrilmagan, erkin bir davlatning bir ko'rsatib beqilma yo'q. Hammasi degidek shunda bir-birini ezdigan, semizlar o'roqni ezdigan, kuchliklar ajizni ezdigan ashundoq ko'rinyapti. Hammasi ashundoq bo'lyapti. Bu yerda bu bizning to'pimizda Ramiladan bilan yana bir qozog'istonlik qarindishimizning qisqa munozarasi uchrab qoldi. Bu yerda qozog'istonlik qarindishimiz debdiki, Qur'onni bilish uchun cho'qim arabcha bilishingiz kerak dedi. Qur'onni tushunish uchun. Ya'ni arabcha bilmasa Qur'onni tushunmaydi ekanmiz. Okey. Yoki bo'lmasa bir arabchani to'liq biladigan birsi tushuntirib qo'yish kerak dedi. Endi bu deganlik nima deganlik? Burungi zamonda bo'lsa, Qur'onning boshqa tillarda tarjimalar asosindagidek yo'qdi. Uni arabcha biladiganlar madrasada atayin o'qib arabchani
Voyaga yetkizib, pishib, yetilib, andan keyin Qur'onni tarjima qilib beradi burunqi zamonda bo'lsa. Hozir unday emas-ku. Hozir mana boshqa tillarda tarjimasi bor. Tarjimasi orqali mazmundan voqif bo'lyapmiz. Bu tarjima degan nima? Mazmundan voqif qilish. Yoki Qur'oni Karimda osmon deyilgan bo'lsa, uning tarjimasida dengiz deb tarjima qilmaydi uni. Ya kala deb yozilgan bo'lsa, uni at deb tarjima qilmaydi. Qanday yozilgan bo'lsa, shunda tarjima qildi. Nima uchun murakkablashtirsizlar buni? Nima uchun murakkablashtirsizlar? Cho'qim arabcha bilishing kerak, cho'qim arabcha bilgan birisi o'qib berish kerak. Bu xalta ko'chaga olam selektor ekansizlar jamoatni. Chiqmas xalta ko'chaga, oyog'i chiqmaydigan tupik deydi buni o'rischa. Shu tupikning ichiga tiqib qo'ydi ekansizlar butun xalqni. Xalta ko'chaga kirib, oyog'ini topolmay, chiqolmay, ashada cho'gilab yuriydi ekan. Menasini tormozlaydi ekansizlar. Nima uchun murakkablashtirsizlar? Qur'oni Karimda o'zida yezig'liq taslashtirmanglar, osonlashtiringlar. Oyat karim bu. Ro'shan oyat deb oyat. Bütün insonlar o'qisa tushunadigan oddiy bizdek mana menasi oddiy kishilar bo'lsin o'qiyalar tushunadigan darajada. Buni cho'qim arabcha bilish kerak desam, yoki arabchani to'liq biladigan odam o'qib tushundimsa tushunolmaysan desam, unda bo'lsa Alloh taolo oddiy odamlar o'qisa tushunmaydigan, oddiy odamlar tushunolmaydigan bir narsani avatibdi degan mazmunga kelib qoldi bu. Shunda bo'lamdi. Shuning uchun bu yerda bu musulmon jamoati nima rivojlanmaydi, nima taraqqiy qilolmaydi deganda mana bu yerda manda putoqlar chiqyotidi mana. Manda murakkablashtiradigan, osonni ta'sirlashtiradigan, murakkabni texnik murakkablashtiradigan manda avval bor ekan bu yerda. Oyog'i chiqmas xalta ko'chaga tiqib qo'ydi ekan. Shuning uchun bu yerda musulmon jamoati rivojlanmaydi. Bu nimanda fantaziyalik gapmi bu? Qarindishimiz debdi Uyg'urlar 5 vaqt namoz hammasi o'qib kirib ketgan bo'lsa, nihoyat yaxshi bo'ladi ekan, ishlari o'ng'ishilib ketadi ekan. Mana Afg'oniston 5 vaqt namoz o'qimasa qamchilaydi, jazolaydi ayada. Hamma odam %90% odam degidek 5 vaqt namoz o'qiydi. Avval ovu. Ko'ryapmiz avvalni. Kambag'allik, qalaymaqanchilik, urush, jidal, majruh. Namoz bilan nima aloqasi bor? Sadadan ketay. Qarindoshlar, namoz bilan nimalar? Namoz degan ibodat, shaxsiy ibodat, umumiy ibodat emas u. Umumiy odam bir davlatdagi, bir shahardagi yo bir mahalladagi umumiy odam 5 vaqt namoz o'qisa, bir dunyoning ishlari o'zgarib qolmaydi. Namoz kishining shaxsiy ibodati, yaratgan egasiga bo'lgan minnatdorlik. Bir duo qilish, bir amrni ijro qilish bu yerda. Bunun bilan jahonning ishlari o'zgarib qoldi desanglar, qaysi davrda yashayapsizlar? Qaysi zamonda yashayapsizlar? Fantastik bir zamonda dunyoda yashayapsizlar yo bir real dunyoda yashayapsizlar? Mana Afg'oniston qarab qo'yinglar, yoki bir vizion ko'rstinglar. Shu butun bir millat 5 namozni o'qibdi, 30 kun ro'zasini tutibdi, necha qatam hajga beribdi, manda ishlar o'zgarib ketibdi degan bir vizion ko'rstinglar. Manda fantastik bo'lib ketmanglar, qarindoshlar. Manda xiyoliy dunyoda yashaydigan bo'lib ketmang, biz real dunyoda yashayapmiz. Ibodatni jahonning ishlariga aralashtirolmayman. Jahonning ishi, jahonning o'zining qonuniyati, yaratgan egam bekitgan qonuniyat bilan mavzu. Shaxsiy ibodat u ayrim narsa, uning aloqasi yo'q. Endi shu oxir apurib shu Afg'onistondagi qildigan bo'ldinglar Uyg'urlarni. Tushundik. Ya Suriyadagi Afg'onistonda qildigan bo'ldinglar. Gap qilsa gap jiq vatandoshlar. Nima tugamaydi? Gap tugamaydi. Gap degan yomon to'la narsa. Har bir odamdan bir falsafa chiqadi. Bir falsafa to'qilib 10 ga aylanib ketadi. Bir kunda 1000 xil falsafa chiqarib bo'ldi. Buni qo'yib falsafani bir vizion ko'rsatinglar. Vizion. O'zinglarningki fikrini real dunyoda isbotlab beradigan bir vizion ko'rsatinglar. Tushunish bo'ladimi? Vizion, ya'ni mana bu davlat, islom hokimiyati, islom davlati ya Qur'on hadis bilan mangan davlat, hadis bilan mangan davlat, xalq manda rivojlanib ketgan, manda kafirlardan ishib ketgan, manda yerlari, manda bo'lib ketgan. Yoki bir qanday bir alaydiliklarni ko'rsatinglar.
Başqa dövletke qaragan, başqa xalqqa, başqa milletke yoki başqa bir jamiyatga qaraganda farqlanib turadigan alohida bir tarafini ko'rsatinglar. Ishib ketgan tarafini, keyinda qolgan emas. Ma vizion ma bu. Mani ko'rsatinglar, real dunyoda anandan keyin sizlarning gapinglar bunda bir cho'ylida to'xtaydigan, taroziga o'tiradigan bo'lsin. Quruq gap bo'lib qolmasin, yo'q, mag'zab bo'lib qolmasin-da. Heli bor, heli yo'q. Birdamdilayliq hayajonli gaplar bilan sharli chiqib, keyin u sharli bir-birlab etilib yo'qolib ketadigan mag'zab bo'lib qolmasin. Tushunish bo'layotamdi. Bir vizion ko'rsatinglar, keyin qoyil bo'lay. Aslida din e'tiqod odamzodning turmushiga o'zgarish olib keladi. Mayli bir yakka kishi bo'lsin, yoki bir jamoatchilik, bir shaharning kishilari bo'lsin, bir davlatning xalqi bo'lsin, bir dinga e'tiqod qilgan bo'lsa, shu din shularning turmushiga, falsafasiga, xarakteriga, hamma nimasiga o'zgarish olib keladi. Masalan, Uyg'urlar qadimgi vaqtda shaman e'tiqodi deydi. Shaman e'tiqodi ninki xasligi bo'yicha Uyg'urlar intayin jangovar bo'lgan shu chog'da. Shu e'tiqodning xasligi shunday edi. Alaydiligi. Ana lekin Budda e'tiqodiga o'tganda yavaşlab ketdi, jangovarligi suslab ketdi. Chunki Budda e'tiqodining buddizmninki alaydiligi shunday edi. Islomga o'tganda ham jangovarlik asli kelgan, ham adolatligi asli kelgan. Adil bir jamiyat qurgan. Shu saltanat ne ketdi? Islom o'zgarib qolgani yo'q, Qur'oni Karim o'zgarib qolgani yo'q, shu petib turibdi. Lekin jamoatchilikdagi bu o'zgarish nereden paydo bo'ldi? Buni o'ylanib beqish kerakda har bir odam endi bunda bir ichini tinglab, balkim menda xatolik bormidi, balkim bizda xatolik bormidi, bizdan jamoatchilik xatolik bormidi, balkim tutgan yo'lim xatomidi deb o'ylanib beqish kerakda. Shaksiz unda shak shubhasiz to'g'ri yo'l tutadigan ish bo'lmaydi. Siratal mustaqim degan oyat bor. Davomli deb turimizga biz to'g'ri yo'l bergan deb adishib turdi inson degan. Amilib tutgan yo'lini tekshirib bakmay, o'zining mangan yo'lini tekshirib bakmay, o'zida faqatli xatolik yo'qdek. Ya yakka inson bo'lsin, ya bir jamiyat insonlari bo'lsin-u, shu jamiyatda bir xatolik yo'qdek, ashlarni tutgan yo'lida qilayotgan e'tiqodida xatolik yo'qdek. Menish bu bir g'aflat. Bir uyqu, bir g'aflat. Faqatlam yo'q zodi to'g'ri, 100% to'g'ri deb menish. Ma bir g'aflat. O'ylanib beqish kerakda, o'ylanish kerak, tekshirib beqish kerakda. Tekshirib tadqiq qilib beqish kerak. Har bir aql egasi inson balkim tutgan yo'limiz xatolik bo'ldi deb. Bu yerda shu xatolik izdinilyotdi. Va Qur'onchilar degan kishilar shu xatolikni izlayotdi bu yerda. Izdinilyotdi xatolik to'g'riliq. Tepib chiqyotdi bir-birlab tepib chiqyotdi. Da quloq solib boqamiz boshda. Bo'ylaqa kafirninki ishlagan kinosi, kafirning qilgan bir narsalar to'g'riliq bak boshqa tursiz. Ajoyib boshqa turimiz, ajoyib quloq solamiz. Ammo meyada xatolik tepib chiqayotgan kishilarga quloq solmaydi ekansiz. Avval mundaq ta'tir ekan. Quloq solib boqsiz. Xatolikni izlanib tepayotganiga o'zingiz topolmaysiz xatolikni. Xatolik nerda desa qarab tursiz. Yo'q, zodi mening 100% to'g'ri deb. Avval bu keyingi chekinayotgan butun musulmon jamoatchiligi burunqi saltanatini yo'qotgan, keyingi chekinayotgan hamma shu rivojlangan elliniki, rivojlangan millatlarning, rivojlangan jamiyatning keyinda qilayotgan bir zaman yashayapmiz. Ashunda to'g'ri deyapsiz. Aşı tutgan yo'lingizni to'g'ri deyapsiz. Bu g'aflat bo'lmaydimi? G'aflat bo'lmaydimi? Ya o'zingiz bir shu jamoatchilikdagi xatolikni tutgan yo'ldagi yurayotgan, menayotgan yo'lingizdagi xatolikni tepib chiqolmaydi ekansiz, ya xatolikni tepib chiqqan kishilarga quloq solmaydi ekansiz. Beringiz shu ekan. Bo'lishingiz shu ekan. Berim shu, bo'lishim shu. Mazal to'g'ri bo'lsin, xato bo'lsin, men shu yo'limda mengayverim, qanday bo'lsin, imchat qilib degan bu g'aflat bo'lmaydimi, joylik bo'lmaydimi? Bu yerda bir turkum uyg'oq kishilar bor. Uyg'oq. Bular izlanadi,
kecha kunduz izlaganini topganini so'zlaydi, xatolikni so'zlaydi. Meyadan meyagacha ma xato deydi, xatolik mana tepildi deydi. Bularning ismi Qur'onchilar degan kishilar. Qur'onchi. Gayet chiroyli atalg'u. Alloh taoloninki Qur'onning avatgan Qur'onning yo'lini tutgan kishilar. Intayin chiroyli atalg'u. Uningdan boshqasi hikoya. Hikoyaga esildingizmi? Bo'ldi. Natija manda chiqyotdi. Natija anda chiqqan ekan, bu xato degan gap. Bir shopirninki mangan yo'li, mashinani haydab mangan yo'li. Xato bo'lib qolsa, mashinani olib burdi. Yo urib so'qib yo bir azgal qolib burdi, yo bir jangal qolib burdi, bir o'rmon qolib burdi. Lekin o shopir mangacha, o'rmonga borgacha u o'zining yo'lining xatoligini bilmaydi. Berib bo'lgan ekan, andan es qiladi. Biz azgalga ketyapmiz mana. Boshqalarning og'ziga qarasak, azgalga ketib bordi. Jangalga ketib bordi. Chiqish yo'lga emas. Yani ma'bu izlanadigan kishilar bo'lsa, izlanadigan, tekshiradigan, tadqiq qiladigan kishilar bo'lsa, ular yo'riqlikqa chiqyotdi. Millatni, xalqni yo'riqlikqa. Bir yo'riqlik yo'lini ko'rsatib beryotdi. Azaldan bor bo'lgan, azaldan to'g'ri bo'lgan bir yo'riqlik yo'lni. Chunki bizga ko'rsatib berolmadi burunqilar. Shu sapliliqi dinchilik qildigan, xato yo'liga kirib olgan, hikoyaning yo'liga, rivoyatning yo'liga kirib olgan dinchilar bizga va xalqqa, jamoatchilikka bir yo'riqlik yo'lni ko'rsatib berolmadi. Ko'rsatib berolmaydi. Bir chiqish yo'lni, bir yo'riqlik yo'lni, bir to'g'ri yo'lni ko'rsatib berolmaydi. Chunki o'zi xato yo'lda tursa, o'zi xato yo'ldagi odam bir to'g'ri yo'lni qanday ko'rsatib beradi? Buni yo'lninki to'g'ri xatoligini tekshirib bakkan adam, tadqiq qilib bakkan, o'ylanib bakkan adam, atrofga qarab, natijaliga qarab bakkan adam bilalaydi.